Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizlar birodarlar. Ramazon oyining 21-kuni, milodiy 2025-yil 21-mart, muvaffaqiyatli sport bilan 100 kun challenge'imizning 3-kuni. Bugun sizlarga Xulofoi Roshidning 5-chisi deya nom olgan Umar ibn Abdulaziz roziyallohu anhu haqida biroz aytib bermoqchiman. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Madina ko'chalarida tunda aylanishda yo'qtirar ekan. Shu zaylda insonlarni, aholini, xalqni holatini, qanday ahvolda yashayotganini bilardi ekan. O'sha kuni ham oddiy kiyimda xalifa Madina ko'chalarida katta qadamlar tashlab yurar ekan. Hech kim uni tanimaydi, e'tibor ham berishmaydi. Yo'lda borar ekan, xalifa oddiy mayda-chuyda narsalarga ham sinchkovlik bilan qarab, e'tibor berib, nazardan qochirmar ekan. Bir uydan baland ovozdagi ikki ayolni gaplashayotgan suhbat eshitilib qoladi. Qiziqib turib devor oldiga borsa, bir ona qiziga baralla bir gap aytayotgan bo'ladi. Yani ichkaridan ovoz eshitiladiki, "Qizim" deydi. "Bugun sutimiz ozroq bo'libdi" deydi. "Shunga suv olib kelsang, jinday qo'shib sotardik" desa, qizi hayratlanadi. Ona deydi, "Bundan xalifa qaytargan-u" deydi. Xalifa qaytargan-u desa, onasi aytadi unga javoban, "Qizim" deydi, "Xalifa hozir uxlab yotibdi" deydi. "Bizni bu yerda sutga suv qo'shib sotganimizni qayerdan biladi" deydi. Desa, qizi yana uni gunohdan qaytarish maqsadida aytadiki, "Ona" deydi, "Sizga bugun nimadir bo'ldi. Bunday demasdingiz avval. Agar xalifa uxlab yotgan bo'lsa, xalifa bilmasa, bu qilgan ishimizni bu hiylani" deydi. Lekin butun insoniyatda, butun koinotni biladigan Alloh subhanahu va taolo ko'rib turibdi, bilib turibdi deb onasini gunohdan qaytarib qoladi. Bu suhbatni oxirigacha eshitadi Umar ibn Hattob roziyallohu anhu. Hamda uyda eslab qolib, ertasi kuni ertalab o'g'liga shu Allohdan qo'rqadigan, iffatli, tarbiyali qizni o'g'li Osimga nikohlaydi, uylantiradi. Shu insonni farzandlaridan Umar ibn Abdulaziz roziyallohu anhuning onalari dunyoga keladi. Bu sharafli insondan Umar ibn Abdulazizdek inson dunyoga keladi. Ya'ni Xulofoi Roshid so'zining ma'nosi to'g'ri yo'ldagi xalifa degan ma'noni bildiradi. Endi mavzuga qaytsak, Xulofoi Roshidning 5-chisi deya nom olgan, 40 yil umr ko'rib elni adolat bilan boshqargan Abu Hafs Umar ibn Abdulaziz ibn Marvon roziyallohu anhu Umayyi sultonlarining 8-chisi bo'lib, Hijriy 99-1101-yillarda xalifalik qiladi. U ra'iyatga adolat va idora ishlaridagi islohotlari bilan tarixda mashhur. Shu bois bobosi Umar ibn Hattob roziyallohu anhuga ishoratan ikkinchi Umar ham deyishardi. 681-yilda tug'ilgan milodiy. Misr, Damashqda yashagan, Madina noibi bo'lgan. Xalifa Abdumalik topshirig'iga ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlarini qayta ta'mirlagan. U o'ta taqvoli zohid, kamtar, adolatparvar hamda ra'iyatparvar bo'lgani haqida ko'plab rivoyatlar bor. Xalifa 1100-yil, 101-yil, juda adashib ketyapman. 101-yilda milodiy, ya'ni 720-yil milodiy, Hijriy 101-yil. Shomda vafot etadi. Shunchalik adolatparvar bo'lganki, bironta miskin qolmagan.
eshitganmiz, o'qiganmiz. Alloh u zotlaridan rozi bo'lsin. Barchalarga Ramazon oylari muborak bo'lsin. Yaxshi o'tkazib olinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.